Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Koreyada investitsiya va trading sohasi bilan shug'ullansa bo'ladimi degan mavzuda suhbat olib boramiz. O'zimning bosib o'tgan qiyinchiliklarim, nimani qilish keragu, nimani qilmaslik kerak to'g'risida o'zimning bosib o'tgan yo'limni sizlar bilan bo'lishaman. Qani boshladik. Bizga kerak bo'ladigan platformalar bu dunyo bozoriga chiqishimiz uchun. Birinchisi interaktiv broker. Biz bu yerda aksiyalarni sotib olishimiz va sotishimiz mumkin bo'lgan broker hisoblanadi. Keyingisi Akinda platformasi. Trading bo'yicha agar biz hech qanday bilimlarga ega bo'lmagan taqdirimizda ham Akinda platformasini ishlatgan holatda, foydalangan holatda biz dunyo bozoriga aksiyalarni sotib olishimiz mumkin. Undan foydalangan holatda, ya'ni bu yerdagi berilgan bilimlar, signallar orqali biz interaktiv brokerda aksiyalarni sotib olishimiz va sotishimiz mumkin. eToro brokeri ham bor, lekin bu Koreyadagina ishlaydi. O'zbekistonda ishlatish imkoniyati yo'q. Nimagaligini lekin bilmayman. Ertaga kelajakda biz bu yerda hisob raqam ochib, hozirgi kunda interaktiv brokerdan hisob raqam ochsak, kelajakda O'zbekistonga qaytgandan keyin ham biz interaktiv brokerdan foydalanib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi eToroda ishlamaydi, lekin Koreyada ham undan ro'yxatdan o'tib foydalansa bo'ladi. Juda ham oson. Men o'zim o'tib ko'rganman, ishlatib ham ko'rganman vaqtida. Keyingisi Koreyaning ham mahalliy brokerlari bor. Eng katta brokeri mana bu broker hisoblanadi. Mana bu Kumwon degan securities bor. Mana shu eng katta Koreyaning brokerlik kompaniyasi hisoblanadi. Lekin biz ertaga kelajakda O'zbekistonga qaytib ketadigan bo'lsak, bu platformadan foydalana olmaymiz. Shu tomonlama bizga qiyinchilik tug'diradi. Keyin bunda foydalanishda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bu platformani ochishda viza masalalari, qog'ozbozlik, keyin buni bosh ofisiga borishimiz, shu tomonlama bizga qiyinchilik tug'diradi. Interaktiv brokerda bo'lsa, biz uni hech qanday ofisiga borishimiz shart emas. Uyimizda kompyuterda o'tirgan holatda telefonimizda ham qilsak bo'ladi. Adashmasam 1 yoki 2-3 ish kunida sizga o'z hisobingizni ochib beradi interaktiv brokerda. Agar qog'ozlarni, ma'lumotlarni to'g'ri kiritsangiz. Chet elliklar uchun qiyinchiliklar tug'dirishi, o'sha bosh ofisga borishimiz shu haqida. Keyin biz bu brokerlardan foydalangan holatda ham ochishimiz mumkin. Ochish mumkin emas demoqchi emasman. Qaysidir viza egalarigina o'sha F nechidir vizalar ocha olish imkoniyatiga ega hisoblanadi. Keyin Koreya fuqarolari o'zi uchun ochiq bozor hisoblanadi. Interaktiv brokerni yaxshi tomonlaridan yana biri agar siz hozir unga pul kiritsangiz, dollarda kiritasiz. Koreyada bilasiz, dollarni sotib olamiz wonga. Dollarni o'sgani hisobiga bizni pulimiz dollarda turib ham o'sib boradi. Ishlamagan taqdirda ham, aksiya olmagan taqdirimizda ham. Shu tomonlari ham bizga bir plus beradi deb o'ylayman. Meni o'zim ham foydalanib kelaman mana shu interaktiv brokerdan. Juda ham qulay, ishlatishga oson. Keyin buni to'ldirish ham hozir suhbat olib boramiz, qanday to'ldirish kerakligi haqida ham. Keyin xizmat haqqi 5000 so'm oladi. 5000 won oladi Koreyada. $1000 interaktiv broker o'zi olmaydi, lekin biz foydalanadigan programma, ya'ni Hana Bankdan agar biz uni hisobini to'ldirmoqchi bo'lsak, Hana Bank bizdan 5000 so'm won oladi. Agar $1000 to'ldiradigan bo'lsak, Hana Bank 5000 so'm, interaktiv broker esa $30 oladi. O'sha Hana Yes degan programma bor, ya'ni KB Hananing Yes o'zini platformasi hisoblanadi. O'tkazish juda ham xavfsiz, mobil ilovasi ham bor.
Juda ham tez soniyada pulingiz hisobingizga tushadi, ya'ni interaktiv broker hisobingizga tushadi. Juda tez soniyada. Bankka borish, qanaqa hujjatlar to'ldirish kerak emas. O'sha qana bankda hisobingiz bo'lsa bo'ldi, siz o'sha hisobni to'ldira olasiz. Yana boshqa banklar ham bor. Uri degan, Uri, keyin Kukmin, Qana bank и Shinam bank orqali to'ldira olasiz interaktiv broker hisob raqamingizni. Keyin esa bizga makinda o'sha interaktiv brokerga pul solganimizdan keyin endi biz nima qilamiz? Endi nima qilsak bo'ladi deb o'ylaysiz, albatta. Qanday aksiyalar sotib olsam bo'ladi, qanday aksiyalar sotib olmasam bo'ladi desangiz, sizga Akinda platformasi sizga yordam beradi. Ya'ni unda halol aksiyalarni halol ekanligi, halol emasligini sizga aytib beradi, ko'rsatib beradi. U yerda AI yordamchi bor sizga va ma'lumotlarni o'zbek tilida olib borilishi, u yerda jamoa borligi, ya'ni siz Akinda platformasi o'rnatib, u yerdagi jamoaga ham qo'shilishingiz mumkin. Ya'ni siz kabi fikrlaydigan insonlar qatoriga. Birinchi o'rinda interaktiv brokerni o'rnatasiz, keyin Xana Yes orqali pul to'ldirasiz. Men o'zim foydalanib keladigan programma Xana Yes o'sha platformasi bo'ladi. Keyin Akinda platformasini o'rnatasiz va Amerika bozori siz uchun ochiq. Xullas, shunaqa gaplar. Videoda xato kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rayman. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va yaqinlaringizga, ya'ni shu sohaga qiziqish olib borayotgan do'stlaringizga bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.